Assalomu alaykum azizlarim, aziz ayollar. Bahorning bugungi ilk kunlarida men o'zimizga, ayollarimizga atagan she'rimni o'qib bermoqchiman. Tan oling erkaklar, tan olgin dunyo. Biz haqda fikringiz rostmi yo ro'yo? Bo'lsa hamki sizda qanday xayollar, hayotning gulimiz bizlar, ayollar. Onangiz ayoldir, singlingiz ayol. Birisi go'zaldir, biri xunukroq. Janjalkash bo'lsa ham yoringiz, biroq biling, uyingizda u yongan chiroq. Guldan-da nozikmiz, boldan-da shirin. Vaqti kelganida temirmiz metin. Sevgidan so'zlaymiz bulbulday betin, balki nohaqdirmiz, aytingiz sekin. Bo'lsa hamki sizda qanday xayollar, hayotning gulimiz bizlar, ayollar. Mayli yengilroq deng, ne desangiz deng. Ayol qalbi daryodayin, osmondayin keng. Bo'lsa hamki sizda qanday xayollar, hayotning gulimiz bizlar, ayollar. Sizning qalbingizda bor bo'laylik biz. Bolalar baxtiga sog' bo'laylik biz. Sizlarga ishonib boy bo'laylik biz. Sizning og'zingizda moy bo'laylik biz. Har damda sizlarni duo qilamiz. Ba'zan sevmaysiz deb davo qilamiz. Gohida ko'nglimiz og'ritsangiz ham baribir sizlarni tavob qilamiz. Bo'lsa hamki sizda qanday xayollar, hayotning gulimiz bizlar, ayollar.